onajonisi, Ha, dadajonisi. meni sevasizmi? Ha, sizchi? Men ham sevaman. O'ylaysan baka. Ana shu onang bilan endi romantika qilaman. Yana nima jilidek qilib. Nima deyapsizlar? Do'cha o'timi. Menga qarang, do'chani kiyinamaysiz. Hamma jo'ram o'ylandi. Bitta men qolib ketdim o'ylanmagan. Uf, jonima tegdashib o'ylantir. Menga qara, o'ylantiramiz. Qizing bormi? Bor qizim, bor. Ana Ismat akani qizi. Bo'ldi, bor gaplash. Agar rozi bo'lsa o'ylantiraman, bor. Bo'ldi, tamom. Yo'q bo'l. Romantika qilmanglar menga. Xotin, do'chaymiz. Maftuna, qarochi dadam bilan gaplashdim, rozilar. Endi sen rozi bo'lsang bo'ldi. Qishloqda shortikmanki kiyib yurgan bachasi sizga kostyumburg yarashadimi, o'zi yo'qmi? Kostyumburg men g'ulvay lattat qantak bo'ladi kiysam agar. Bitta kiyib ko'rsating, qani keyin o'ylab ko'raman. Bo'ldi. Telegramda onlayn bo'lma, hozir borib rasm tushib tashmasang. Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon. Barselona do'konimizga xush kelibsiz. Nima xizmat akajon? Aka, qarochi men yaqinda to'yim. Hozir lekin men kostyumburg kiyib qizchama rasm tashlashim kerak. Hozir zo'r Tamom, ha. akajon, bizda tanlash variantlar bor. Bu yo'qdimi? Yoki bunisimi? Mana bunisimi? Bunisiga nima deysiz? Ya aka, men to'yimda bitta bo'lishim kerak. Tushunasizmi? Kelindan chiroyli bo'lishim kerak. Siz uchun atab qo'ygan bomba narsalarimiz bor. Shuni ko'rsating. Yuring. Qalay Maftun, yarashimim kastimcha? Buni men Buxoro shahardagi Barselona magazindan oldim. Manzili Miranshoh restoran ro'parasida, Samarqandskida. Esdan chiqmasa qaymi? Qanday? Endi rozimisan menga tegishga? Zokir aka, mana kostyumburg sizga buncha yarashibdi. Sizga tegishga roziman.